Assalomu alaykum, Ümit Avtogaz obunachilar, yaxshimisiz? Bu navbatdagi mashinalarimiz Cobalt avtomashinasi bo'ldi. Men 3-chi pokoleniya metal stanokka yetib keldik. Midland Zeus Svet qaranglar do'stlar. Xo'sh, qo'ygan vaziyadan tanishtirib o'tadigan bo'lsak, do'stlar, emulyator har doimgidek o'zining joyida, chotki mestasida turadi. Reduktordan keladigan bo'lsak, Lauda Champion reduktor. Zaporojyesi o'zining joyida, turtkalarni e'tibor bersa, turtkalarning o'tishlarini umuman chotki idealniy bo'lib turadi. Farsinki esa chotki bo'lib turadi. Ko'rishingiz mumkin. Simdan o'tishini e'tibor bersa, chotki bo'lib turadi, xudo xolasa. Shuni idealniyatik qo'yilgan bunga. Endi buni ichida kulchatirning qismini tanishtiradigan bo'lsak, bu yerda programma xizmatlarimiz ham bo'lsa, programma bo'lib taqlab beriladi. Biz programmasi ustavdan programmatsiya tutdi. Avtozapusklari bilan birga tashlab beradi, do'stlar. Mashina eng qiziqli yeri menda mana 8 kilometr yurib turibdi. Mashina 2 satardan chiqqan mashina. Shot spravka o'zimiz salondan chiqdi shurda. Shunday konkretniyatik qo'yib beriladi, do'stlar. Balon qismiga keladigan bo'lsak, balon qismi shaffof metan. 90lik metan balon. Postavkalarni ko'radigan bo'lsangizlar, postavkalarni zavodskiy postavka shumkalari bilan birga urilgan. Shumkalar ham bor. Ko'rishingiz mumkin, chotki, idealniy bo'lib turadi. 90lik metan balon. Bagajga bahosına keladigan bo'lsak 4 million oshib turibdi, do'stlar. Aksiya bo'lib turibdi hozir. Ulgurib qolgan, aksiyamiz davom etadi. Manzilimiz Xorazm avtosavdo avtosaloni bo'ladi, do'stlar. Kelaversa bemalol ekranda telefon nomerlarimizni qoldiramiz. Bemalol aka chiqaverasizlar.